Aziz do'stlar, bu videoga srochno like bosib maksimal darajada tarqatasizlar deb umiddaman. Chunki hozir Instagram tarmoqlarida har xil reklamalar chiqib turibdi. Do'stlarimiz shularga ishonib aldanib qolmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'shkupur yangiliklari taqdim etadi. Men hozir turbofenni bu sari svetli turbofenni zakaz etdim. Ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum. Onlayn do'kondan bizda taqdim elektr turbofenga zaryadka to'shagan ekansiz. Aha. O'tkazib berish xizmati bilan 229 ming so'm bo'ladi. Borgandan keyin to'lov qilinadi. Sizga xaridor qilib berish kerak. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani. Qo'shko'pir tumani. Shunaqami? Aha. Ikki kun ichida tuman sentridan 234 ming to'lov qilib qo'ysangiz bo'ladi. 234 ming bo'ladimi? Aha. Xo'p, yana qo'shiladi. Xorazmga. Aha, xo'p, necha kunga keladi ekan? 2 kun ichida yetib boradi, borgandan keyin to'lov qilinadi. 2 kun ichida. O'sha sariq svetli turbofen, to'g'rimi? O'sha xuddi videoda ko'rganimda qabul etib boradi. Xo'p, mayli, kutamiz. Xo'p, aha. Assalom. Bular internet magazindan sizga qatnashgan ekan. Elektron turbofen. Ava? Qo'shko'pirga keldik, oqshom telefon urdik, telefonga ko'rsatadi. Bo'ldi, yaxshi, aha. Bozor tarafga o'taman bu zamonda. Yaxshi. Chaqmoqqa kelasiz. Bir 20 minutlara boraman. Bo'ldi. Yaxshi. Xabaringiz bo'lsa, bundan bir 3-4 kun oldin men turbofen zakaz etdim sari svetdan. Videosini ham qo'yib o'taman. Bugun gapga bugun telefon turbofen keldi, zakazingiz keldi deb shuni olmoqqa keldim. Hozir endi birgalikda ko'ramiz qani nechik sari svetidan gapmi ekan yo qora svetidan diqib berganmi ekanlar, ko'ramiz. Shundasa, men bu videoni aytib turganim sababi, men boshda zakaz etdim turbofendan, sari svetidan zakaz etdim, qora svetiga berdi. Yaxshi deb indamay olib qo'yaverdim. Endi hozir ikkinchi marta zakaz etib turibman. Qani sinab ko'ramiz. Bu zakazam yani kız telefon urgan vaqtida aynan sari svetdanmi degan vaqtda avo dedi. Shuni ko'ramiz endi hozir. Geldi bugun 5-oktyabr 2025-yil 5-oktyabr. Bugun zakaz gapdi. Hozir endi shuni sizlar bilan birgalikda telefon urib ko'ramiz. Aynan shu sari svetdanmi yo qora svetdan tiqib berganmilar. Ko'ramiz hozir telefon. Yana gapda ekan. Turbofen. Hozir bizni ko'ramiz shuni. Yana shu qora svetdan gapdi. To'shni shu qora svetdan gapdi. Meni sari svetga zakaz berib oldirganim shunday bo'lib keladi. Bam xuddi shunday bo'lib ketdi. Kenan bunu alıp bilinmem. Düşündese ben sarı svete zakaz verdim da. Birinchi ekan bu. Bu qora svet. Dım içine adam açıp oturmadımdan ucu korobkasidan ma'lum bo'ldi. Men mana telefurdu-ku ya kız. Zakaz bergan vaqtda telefuradi-ku. Aslında ben spesialni so'radim. Men sarı svetini zakaz berdim. Xuddi shundan kelammi desam, ha, xuddi shundan boradi dedi. Xuddi shu sariq svetidan boradi dedi. Nasıl? Gördün? Qora svetdan. Çünkü ben aytib turganim sebebi, ben bir marta zakaz etib aldırdım. Sarı svetinden, lekin qora svet olib chiqdi, tamam. Slabi yankı buncha yaxshi ishlamaydi. Slabi. Gördün? Verip var mı? Çoklu tende yazmayın koydu, tende yazmayın koydu bir yedek kuru. 3 bu zora. 3 keken bu. Bazı ban taraf fen zakaz etibdeyken içinde inerse başka nerse alınmam deb tuttu. Dastlabki puldan berim ben de tuttu.
Koydum. Uzmekan diye firma mı bu? Yok yaz koydum. Aziz dostlar, yine şu sarı fenen zakaz etkende gelip durgan kara fenlerini hazır işleşini göremiz birgelikte. Dök. Kaç indi? Yine kalan suyun damçaları verip kaladı yine. Dostlar, yine gördüğünüzler özleriniz. Bu internetteki aynen şu Instagram'daki bulup durgan reklamaga işanç yok eken. Ben bir emas 2 marta zakaz ettim, aldırdım. Ne gözlerinizde eldinde açtırdım ikincisini. Birincisinden şu sarı svet degenim sebebinde sarı sveti reklamada şurada koyaman göresizler. Bu moşnosti yaxşı hem bir ulura, güçlürak, ob'yomlirak hıylaydı. Az bize şu ob'yomlirak hıylı sarı svetli turbofeni zakaz etamiz, lekin bize gap turgan zakazı turbofeni kara svet, kichkina hıylı. Shuning uchun men bu videoni olishga qaror etdim. Tak что qarab zakaz etaverasizlar. Iloji bo'lsa zakaz etmanglar. Baribir shu toshni videoda ko'rganlaringizdek, reklamada ko'rganlaringizdek gelmeydi. Iloji bo'lsa bu videoni ko'proq tarqatishlaringizni xohlar edim, chunki aldanib qolmasinlar yurtdoshlarimiz.